Assalomu alaykum hurmatli elatdoshlar. Bugungi kuningiz xayrli, barakatli bo'lsin. Elatimizda yana stroyka bo'lib turibdi. Hozir hamma yerlarda hamma shu stroyka bilan bo'lib turibdi. Bu yer hammang tanigan Bodir akamning choyxonasi. Shundaliklarni quyib beton etib turibdilar. Bodir akam o'zi o'tiribdi bu yerda. Choyxona falan zo'r, hamma narsalari bor ichida. Bir ajoyib etib bizatilayotir. Azina buyog'ida to'g'rimizdan butun stroyka bo'lib turibdi. Jo'ramiz, davlat jo'ramiz ham eshikni aldilarini stashka etib, shuncha ketib qo'shira etib bizatib turibdi. Buyog'ida parlaq yana bizlarimiz hammangiz tanigan nashar bo'lib parlaq eshikni aldilarini bir ajoyib etib bizatdina. Divorlarni ham oppoq etib qo'shira etib. Bugun bu yerda ham ustalari bo'lib ketdi. Bir yerning o'zida shunchalik stroyka bo'lib turibdi. Eshiklarning aldilari ko'chalarimizdan bir ajoyib bo'lib qo'yadir yana. Yana mashinamiz ham turibdi. Bemalol murojaat etishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha ziyoratlarga, sayohatlarga boraman desangizlar, telefon nomerimni qo'yib qo'yaman. Bemalol murojaat etaverasizlar. Urganchga, Nerga boraman desangizlar, Buxoro, Samarqandga boraman desangizlar, Toshkentga boraman desangizlar, bemalol murojaat etishingiz mumkin. Yana ko'chamizda shunday yangiliklar. Ko'chamizda stroyka zo'r. Yana bemalol davlatning ham aziz ustalari bugun xudo xolasa bo'lib ketdi eshik oldini stashkalarini. Shunday remontlar bo'lib turibdi ko'chamizda. Parlaqdan ham bugun ustalarga javob berib ishlarini ham hammalarni bir qator remont ettirdi. Ajoyib bo'lib chiqdi hammalar. Taqsir xizmati kerak bo'lsa bemalol shu nomerlarga telefon uraverasizlar.